Tasavvur qiling, sizga dunyodagi eng boy va qudratli kishilar sovchi bo'lib kelishmoqda. Ammo siz ularga bitta shart qo'yasiz. Meni kurashda yengsang, senga turmushga chiqaman. Bugun biz Chingizxonning eng jasur nevarasi Malika Xutulun haqida gaplashamiz. Xutulun nafaqat go'zal, balki ulkan kuch egasi edi. U o'ziga ko'ngil qo'ygan har bir erkakni maydonga chorlagan. Shart esa oddiy. Agar yigit g'alaba qozonsa, to'y bo'ladi. Agar Malika yutsa, yigit unga 100 ta ot berishi kerak. Yuzlab shahzodalar va botirlar o'z baxtini sinab ko'rishdi, ammo Xutulun hech biriga imkon qoldirmadi. Bir kuni bir boy va kelishgan shahzoda 1000 ta ot tikib Malika bilan kurashmoqchi bo'ldi. Xutulunning ota-onasi unga yutqazib berishni iltimos qilishdi, ammo Malika or-nomusini hamma narsadan ustun qo'ydi. Bir necha soatlik shafqatsiz kurashdan so'ng shahzoda ham yer tishlaydi va otlarni tashlab ketishga majbur bo'ladi. Natijada Xutulun tarixdagi hech qachon mag'lub bo'lmagan jangchi malika sifatida qoldi. U o'z mehnati va kuchi bilan 10 mingtadan ortiq otga ega bo'lgan dunyodagi eng boy ayollardan bo'ldi. U nafaqat chorvador, balki harbiy yurishlarda otasining eng yaqin maslahatchisi va qo'mondoni ham edi.